Siz endi ayting ularga deyapti Alloh. Qul ara'aytum in ahlakaniyallohu va man ma'iya aw rahimana faman yujirul kafirina min azabin alim. Mana sizlar bizga o'limni xohlayapsizlar deyapti payg'ambarimiz. O'ldirmoqchi bo'lyapsizlar, o'lsin deyapsizlar. Lekin Alloh bizni o'ldirmay yashattirib qo'yapti. Yoki omonatini olsa ham biz jannatga, Allohning va'da qilgan jannatiga boramiz. Yashasak yana yashab, xorlik ko'rmay ibodat qilib halol bo'lib yuramiz. O'lim ham bizga uncha qo'rqinchli emas. Hayotimiz ham uncha bizga yomon emas. Yashasak yashaveramiz, Alloh umr beradi. O'tib ketsak, u yoqda Allohning mukofoti, ajrlari bor, savoblari bor. Sizlarda nima bor deb ayting. Qolgan bilan nima qilyapsizlar endi yashab? Buzuqchilik qilyapsiz, u ham ettingdan qariysiz, xor bo'lasiz. O'sha buzuqchilik ham qo'lingizdan kelmay qo'yadi. Qilib yurgan zinoyingizni ham qila olmaysiz, ichib yurgan haromingizni ham icha olmay qolasiz. Doktor kelib ichsangiz o'lasiz deb qo'yadi. İbadat qilsa qilgisi yo'q, iymon yo'q. Ibodatni ham iymon qildiradi-da, qiziqtirib. Ko'chaga chiqasiz, uyga kirasiz, to'rtta ig'vogarni topib olsangiz, o'zingizga o'xshagan birpas ig'vo qilasiz, yana ko'paytirasiz. Dunyodan o'tsangiz, oho, bu dunyoda nima ishlarni qilgansiz? Bir odamni hurmat qilib shifoxonada yoshi katta odam ekan, 80lardan oshgan ekan, qari odam ekan. Dedim, o'zi soqolining yo'qligidan ham sal nima qilib turdim. Kim bilandir bir odam bilan urushib qoldi-da, asabi chiqqanda gapirib yubordi. Sandaqa man deganlarni men 36-yillarda tikka turib otaman deb turganimda ham tikka tura olmasdi, peshonasidan otardim. Emaylatib oyog'imni o'ptirib otardim. Otadigan odam bo'lgan ekan. E'tiborda shularni jahl ustida. Ey Alloh, o'zing saqla, bunday odam bilan yaxshi ham bir piyola choy yo suv ichmabmiz. Qilgan vahshiyligini faxrlanib gapiryapti-da. Ha, ularning hisob kitobi bor. Alloh bandasini o'qini oldida titragan bo'lsa, Xudoniki voy azobi. Farishtalarda rahim yo'q. Farishtalarda sezgi yo'q. Azob farishtalari dahshatli bo'ladi. Salom ham bergim kelmay qo'ydi, ko'rishgim ham kelmay qo'ydi. Shunaqalar bor hali. Endi shuncha harakat qilsaki, yosh yigit bo'lsa-yu yana biz taqalarni qo'ysa-da otishga, urishga. Afsus o'tdi, imtihondan u ham o'tdi. Siz ham biz ham o'tdik. Dunyodan chumoliga ozor bermagan ham o'tadi. Butun hammani qon qaqshatgan ham o'tadi. Hamma o'z qilmishiga yarasha Xudo oldida javob beradi.